Sistemali challenge'imizni ikkinchi tahlili, ya'ni ikkinchi treyderimizni tahlili bu kishi Muslim Ali akamiz. Общие сделкалар, прибыль, убыток, прибыль. Опять же, прибыльlar qanaqa 10 dollar, 5 dollar sababi limitlarni olmasdan ketgan. 2,5% shotga foydada, lekin 110 dollar, 12 dollar foydada. Lekin nima uchun foydada? Sababi men risk kontrol bilan ishlaganim uchun. Va inakda сделкаларni o'zim ozgina tahlil qilib, o'sha kiradigan joyga kirib, kirmaydigan joy, chunki buy berilganda stop loss olsa сразу sell berilardi. Yoki buy berilardi, stop loss olsa yana buy, yana stop loss olsa yana pasvoqdan buy berilardi. Bu razgon stiliga hisoblanadi. Ya'ni men balkim shotimni boshqarib bilaman yoki o'zlari balkim shotlarni boshqarib biladilar. Lekin siz shu 100 dollar shot qilasiz, 50 dollar shot qilasiz, 500 dollar shot qilasiz, siz bu narsani boshqarib bilmaysiz. Sababi Muslim Ali'ni o'zi ko'rsatayotgan narsalari noto'g'ri. U kishi shu buy yoki sell tiqib tashinglar, screenshot qilib tashaladi. Siz ko'rasiz-ku, psixologiyaga viliat qiladi. Keyin foyda tashaladi. 30 ming, 40 ming dollar, 50 ming dollar foyda tashaladi screenshot. Siz ko'rasiz, psixologiyangizga viliat qiladi. Siz aytasiz, "Voy, bu qilgan bo'lsa, men qila olmaymanmi?" deysiz. 500 dollar pul tashlaysiz-u, full kirasiz. To'xtamasdan bosib kirasiz u o'ylaysiz, hozir men 500 dollarimni 10 ming dollar qilaman, 5 ming dollar qilaman. Lekin na samim deylik, по факту shoting slip bo'ladi. Boshqa yo'llardan foydalanadigan 90% insonlar, men ularni trader deb bilmayman, insonlar. Faqat zararda, faqat slipda. Agar shunaqa bo'lsa, kommentga yozib qoldiringlar. O'zlari kanalga aytadilar, riskka amal qiling. Lekin qaranglar, riskka amal qiling deb 20 ming, 30 ming, 50 ming dollar foydalarni kanalga tashab, shu 100 tadan, 50 tadan buy, selllarni ochilganlarni kanalga tashab, orqasidan riskka amal qilinglar deb savdo qilish noto'g'ri. Sababi bu narsani bitta misolda keltirib ko'rsataman sizlarga. Yosh bolani shu olovni yoniga qo'ydingiz. Bolaga aytyapsiz, bola olovni ko'rdi-yu, ko'radi, ko'zini oladi, bir nima yonib turibdi. Qiziq. Buni ko'radi-yu, lekin bolaga aytasiz, olovga yaqinlashma, qo'ling bilan shu olovga tegma deysiz. Qo'ling bilan tegma, olovga yaqinlashma. U bola-ku tushunmaydi, uni ko'zini olyapti, u xohlaydi, u yarki narsa, xohlaydi tegishni. Nima qiladi? Boradi, tegadi. Nima bo'ladi? Qo'li kuyadi. Bu ham xuddi shunaqa. Siz ko'rsatyapsiz kanalga shu 70 ming foyda, 50 ming foyda, 20-30 tadan buy tiqib tashlagansiz, sell tiqib tashlagansiz. Screenshotlarni tashlaganingizdan keyin siz yozasiz, riskka amal qiling, razgon qilgan slip bo'lsin. Albatta riskka amal qilmaydi hech kim. Bu narsani ko'rgan inson psixologiyasi buziladi. Ular trader emas. Mana ko'rib, как minimum o'zimni